Assalamualaikum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Hammalarga vaqt xayrlik bo'lsin. Bugun bir kunlik hayotimiz Gollandiyada boshlandi. Mashina oldiga keldik. Mashina kirib ketgan, maynat o'tib ketgan. Bunaqangi hozir yig'in barimiz, taksi yo'qligi pokizroq bo'lish kerak. Bu taksilarning nomeri menda ko'k bo'ldi, boshqa mashinalarniki seriq bo'ldi menda. Hier naar rechts. En dan hier naar links. Hier naar links, ja, ja. Ik heb een sleutel bij met zo'n. Ja. Ja, het is hier. Kom zo naar die kant, voorzichtig. Assalamualaikum qarindoshlar. Bayatın videoga ilib atigan ish boshladim video ilib bir 300 metr mansam yo'lning bo'yida bir qeri odam yiqilib qolibdi. Qeri er ayol ekan. Yo'lchi yo'lning bo'yiga yiqilib ketib, turolmay bunda putini bulab qilib qiynalib ketgan ko'rdim, darhol yo'lning bo'yiga to'xtatdim mashinani. Shuni yo'lab tug'izib bu odamni. Qisam hali bek bo'sh, chiroylari bek ko'kirib ketibdi odamning. Qeri odam ekan. Shuni uyanlik opirib qo'yay desam, bo'ldi, biroq pulimiz yo'q deydi. Xeyr, bovaylarning tatbiqligi. Pulimiz yo'q deydi. Ya men pul olmayman. Bu sizning uyanlik opirib qo'yay, bu holatda siz menga olmaysiz hozir. Desam, ma'qul dedi. Shularni hozir uyga kelib qo'yib, liftning oldigacha qo'lda yetlab opirib qo'yib. Shundan yana mashina yig'inib oldim. Atdiganda savobli ishdan birsiga uchirdim. Shu yerga keldik. Matrabamda avtomat juydiga yer. Bu yoqqa bak oldirgan vaqtida ishim bor vaqtda kiraman. Normalda men o'zim juydiga kiraman. Qarindoshlar, birinchi xaridorim chiqdi. Ammo xeyli jiqsa qildim. Hozir korona deb xaridorim tayin yo'q. Bir yarim soatlik saqlaganda birinchi xaridor chiqdi, ag'irmandim. Qarindoshlar, birinchi xaridorimni akilib etdim. Mashkadan, o'g'li bilan dadasi doktorxonadan. Çıkıp bir xeridan appadı. Appanın xeridarımızmı 9 so'm neştillik oldu. Anandaki xeridar çıkmadı. Qarsam benzin tugapti. Benzin yana 80 km mağalaysan dedi. Şu an benzin quyolay deb benzin quydiga keldim. Benzinning bahası bilgan qanchalarga nima dizel demoqchidim, Selarka. Mening mashinam Selarka mashin. Selarka qo'yim. Ya özümüz qo'yamiz. Turkiyada bo'lsa quyib birdi qo'y yaqinda. Quyib birdi odamlar. Dizel. Endi bas chiqdi hozir. 1 euro 22 sent 9, ya'ni 1 euro 23 sent. Mening mashinamga liq quysam 65 litr oladi, biroq har zaman ichida 5 litr qolib qoladi. Shunga 60 litr qo'ymayman. Ama bütünlüğü dizel kamera vaqtida tutsam 65 litre bilan to'shirdim. 65 litre 80 euro bilan 85 atrofida mashina bo'ladi deyman, tarafda. Endi biz quygan shirkat ishlatganligimiz uchun biz quygan nimaninki yiqilg'uninki 21% bejini davlat qaytarib turdi. Shu vaqtda biz 21% boj to'lamagan bo'lamiz. Ya'ni bu dizelni biz pul tepish uchun ishlatayotgan ekan, u topgan pulimizdan bejini to'layotganligi hukumatga. Şuna bu quygan dizelninki bejini qaytarib berdi, 21% bejini. Shu vaqtda uni qaytarib bersa, shu 50 necha euro dekma bo'ldi. Liq bir qo'sh qilsa. Ammo normalda agar uni qaytarib bermasa, shu deganimdek 80 euro, 85 euro atrofida. Hozir ko'ramiz qancha bo'lganini. 54 bo'ldi hozir. Shu 60 litrda to'xtaydi menimcha. Ichida chunki 5 litrdek bor, 80 km ma'alaysan degan emasmi? Shu ashni hisob qilsam 5 litrdek chiqdi.
bu işib ketdi 61 litr 62 da to'xtadi. Yani ichida 3 litr bor ekan. Nima qo'yib qo'yamiz? 76 eurodan to'shatdi. Hozir bahası arzon bo'lganligi uchun 76 eurodan to'shatdi. Normalda 80-85 eurodan to'shdi. Yana bir xaridorga kelib tushirib o'tdim. Bugun ikkinchi xaridor bo'ldi. Bugun ishlar bak barbod. Ishlar bak barbod bugun. Ha, 3-chi xaridorim keldi. Uni og'ini mangdim. Kelib qoldim 700 metr. Nega borganini bilmayman. Ena turdi yo'ldan bo'yida. Bular tennis o'ynaganda golf top o'ynaygan bular. Golf top o'ynayganlar ekan. Nega bor degan tam. Hallo. Goedemiddag. Ja, nog niet. Maar die golfcenter, Golfcenter, ja, ken je de weg? Kleinweg, ja, naast het ziekenhuis denk ik. Naast het ziekenhuis, ja. Sint-Franciscus ziekenhuis. Het wordt wel weer steeds drukker op de weg, hè? Steeds onder druk, klopt. Vanaf 1 juni wordt het helemaal druk denk ik. Alle horeca's is open. Ja. Is beter voor jou? Ik hoop het, ja, dat is beter dan voor ons. Maar vandaag is het erg rustig hoor. Ja. Oké, doe. Bu xaridorlarimni tushirib bular golf o'ynab kelibdi. To'rtinchi xaridorim keldi. To'rtinchi xaridor og'ir ketib borman. Bu miqi yedi ekan. 700 metr olsam bormi? Think you know best? Maybe you can just, I think you can wait. Okay, we can wait here. just drive on. Yes, it's here. Okay. 129 there. Perfect. Thank you. Okay, you're welcome. Have a nice evening. You too. Thank you. Bye bye. Beşinci xaridorimni kelib o'tdim. Mana bu ikki ayolni Hotel New York'ga kelib qo'ydim. Ha, qarindoshlar. Bugun qattiq ishlayman deb plan qilgandim, biroq tuzuk ishlayolmadim. Do'konning nasi kerakli biroq bir ba'larni videoga ilib sizlarga o'rtoqlashay dedim. O'g'lim ikkimiz keldik. Ha, Ansa? Ha? Do'kon kiramdi hozir? Ansa? Nega manda? Do'konga demamsa? Shahangada. Rotterdam Nort'taki dükkan bu. Türklerin dükkanı. Rotterdam'da bir 3-4 yer bağı deyim bu. Türklerin en çok dükkanı hem de. Məhəllədə dükkanlar çok bunlar. Bırak hem de çoğurak dükkandan müşahım var. Teridazcı bulan. Azı sigirip sındaki bırak var bağlarını göstereyim. Dolan diye yemek içmek falan bağları kanda. Araba zorunlu mu yoksa? Çıkar. Çıkarayım babası. Buraya lütfen. Ha? 59 cent. Mali.
Eurosent. Guruchning bahosi Yo'q. 1 kilo ma guruch Yo'q. 1 so'm 49 tiyin deydi. Mana guruchlar baki. Ma guruchning 4,5 kilosi 6,49 tiyin. Ma guruch 8,49. Bunun udulğa uzun bağlarını izliyordu. Sana 5 kilo guruch 9,99 tiyin. Mana guruchken. Selman bahası. Selman bahası. Şu kılken. Zeytin bahası. Zeytin magi 7 euro. 1 kilo bakayım bu 7 euro. Bilmem tüm. Mavi kar zeytinken. Zeytin bahası 1 kilo 580 mi? Turicik olan giden her kılken dağılır. Bu zeytin meyi. Zeytin meyi 3 litrede 13 euro. Normal markende 1,79. Ülker normal. Normal 1,49, 1,29 degandir. Mana zeytin meyi 5 litrede 15 euro. Onun bahası yaparsın. Yoksa. Abi bunların fiyatı ne yazılı? Onlar fiyatı yazmış. Bunlar yeni geldi. Yeni mi geldi? Biliyor musunuz kafadan yoksa? Bakayım bir kasada. Bir zahmet. 5 lira var. 5 lira. Bu civarında tamam o zaman sormanız gerekiyor. 4-5 euro. Tamam bir tane daha alalım. Kim o? Ama Buradan kilosu 99 cent. Terfanenin kilosunu 99 cent. Hasta Mate. özgür. 99 cent özgür. Samsaktan 1 tili 1,25. Samsak kıymet bizde. Da. Bunda lazıla 299 cent. Şu euro yani. Kızıl lazı. 2,99. Şu euro da 1 kilosu. Bir gün okşaşken. Bir gün kızıl okşaş. Yağının kilosu parçası 1,25. Sebze 99 cent. Bunda nim sebze, neyimiz? Yeni çıkan sebze kim bu? 1,49. Kiçigrek bu. Da. Maçon sebze bu 1,25. Maço. Bunda lazı lamba. Bu 2,99. Bizden bunda daim yediğen uzun kök lazı. 3,49 bu kıymetken. Bunda kapak lazı azanken. Kapak lazı 2,99. Mandarina 2,50. Da. Ha, Nanti now. Kita nak terus dem. you can on het video opening. Da. Ha, Maar kita nak terus dem. kulupnek. Goed. Kulupnek'in kilosu 1,25. Limon. Imas kita nak da. Anar kim abi? Ananın kilosu 2,99. 3 euro. Kiwi 1,50. Ama kiwi 2,49 kim? 40 cent. Dansı. Limon. Da. Meyve, şaptılma bağısı. Almanan bağısı 1,50 iken. Ben şaptılma bağısını yazmadı. Ama akşam şaptılma bağısı. 2,99 kim? Tamam. Ma almalar 1,99. Ha? Mas. Untuk Ananas 1,99. Koğun bakayım. Yani koğun bilmiyorum. Türkiye'den bir kilosu 1 euro cümlesi. Havuzun kilosu 1 euro cümlesi. Yaxşı tavsiye satılır bir yerde. Bütün aldığı adamın azameden yerim alıp içini görev alır değil mi? Zencefilin bazı 4 euro.
Göğüşten bahsedeyim. Toxununki toxununki piti. Kilosu 1.75, eğer 3 kilo alsa 5 euro ekan. Isıtıdı. Kanat. Kanatın 3 kilo alsa 7 sömeli ekan. Kilosu çıksa 75 tinki. Eğer 10 kilo alsa 27 sömeli ekan. Aylık çoğun tutturup ki. Dolaşık 75, 3 kilo alsa 7 sömeli ekan. Göğüşten toxularım da arzam özbek, toxudan bağırsa 3 euro atrap ki. Kıyımlık. Kaz göğüşten kıymısı 6 euro. Namık kaz göğüşken, yaxşı yerken, maylık yerken malı. 12 kilosu 9 euro. Şu koy göğüşleri asas yetten 8 euro atrapta. Süngüyelik alsa. Şu 8 euro olan bu değil mi abi? 10 euro abi kilosu. Bu da 10 euro. 8 euro olan hangisi de? 9 euro. 9 Ön euro. kollar 9 lira abi. Bunlar 9 euro. Evet abi. Bu arkut 9 euro. Arka but 10 euro. 10 euro. Beleti 11 lira. Kemiksiz 12 Ahmet lira. abi kasar Kaburgayla boyun kısmı da 8 lira kilosu. Kavrulan boyun kısmı 8 euro. En ucuz olan yeri o zaman o. Kaburgayla Evet. boyun. Aşağı tarafta şu göğüşten bahset 8 euro aşağı tarafta bul. Şu en kıymetli yerim arkutken bu 10 euro olsa değil. Göğüşten bahset bunun için de aldı. Yaklardan olur hocamda. Yaklardan türleri tuşak ki. Qarindoshlar, dükkandan chiqdim. Ko'knaldak Türklarning dükkanı. Türklarning eng cho'ng supermarketlari, supermarketining birisi shu. Menimcha eng cho'ng bo'lishi mumkin. Bu Rotterdamda bor, bir Shiyadmi Rotterdamda bor. Den Haag'da yo'q ekan, Amsterdamda bor ekan. Bu yerda so'radim, boshqa yerda o'rin olmamışam, Amsterdamda bor dedi. Yana bir yerda bor dedi, unutib qoldim. Deganimdek, nima kerakligini bahs azan. Siz bu yerda ishlasangiz, eng tuvan ishlasangiz soatingizga 8 euro, 9 euro atrofida ishlaysiz. Deganimdek shu 1 soat ishlasangiz 1 kilo go'sht kilo, 2 kilo to'q go'sht kilo. Maydini ko'rdingiz ana. May azanchilik. Un yo'q ekan bu yerda, un tartamadim. Unninki 1 kilosi 50 sent. 50 sent euro yani. 1 euroga 2 xalt un keldi. 2 kilo un keldi. Ham yemek ishmaklar deganimdek azanchilik. Endi bu yerda turklar ve ko'p Gollandiya. 400 ming turk var ekan Gollandiyada. Gollandiyaning o'zi nopos 17 million, biroq 17 million noposning ichida 400 ming turk ekan. Demak, yana jiq bularning soni. Shu bizningki hayotimizning bir qismi bu turklar. Hayotimizning har anda, har vaqt tashkil qilmishlar bilan munosabatli bo'lib turibdi bizning hayotimiz. Shunda deganimdek do'konlardan narsa kerak olamiz, halol bo'lganlik uchun. Mishlar bilan ba'zi keldi qilamiz, ishlaymiz ashlarning qo'lida ba'zida. Burunman jiq ishlagan. Ishlab yaxshi turklarga jiq uchragan, meni qo'yib ketgan turklar ham bo'lgan. Pul kelgan vaqtida normalda do'lingizni urib turib, "Kardeşim sen doğu Turkistonda andaq deydi." Ammo shu manfaat ishga kelgan vaqtida ba'zida 100 euro oladi. Shu jihatlarni sal yaxshi ko'rmayman-da. Deganimdek, ham turklar bizning Gollandiyada hayotimizning bir parchasi. Gollandiyadan emas, menimcha Yevropaning boshqa davlatlaridan mana shunda. Germaniyada texnik ko'p bo'lgan sani, yanlış bilmasam 5 milliondek turk bor deyim Germaniyada. Gollandiyada 400 ming bor ekan. Endi shu Gollandiyada ishlasangiz soatingizga normal boshqaning qo'lida ishlasangiz 8 euro atrofida ishlaysiz. 8 euro, 9 euro, 10 euro atrofida bo'ldi. Ham turklarning berdigan oyligi Gollandiyaliklarga qaraganda ozroq bo'ldi. Ammo Gollandiyalikning qo'lida ishlasangiz ular yaxshiroq berdi. Biroq biz uchun ham ish tepishda asosiyatdan shu turklarning qo'lida jiqroq ishlaymiz deb o'ylayman. Ish tepish oson, ham til jihatdan qiynalmaymiz. Shu bu yerda yashaqandan keyin shu mushlar bilan bari keldi qilib aralashib o'timiz. Bularning jamisi va derniki va shu jamilarga boramiz, derneklarga boramiz. Bolalarimizni shularning maktabida o'qitamiz degandek ish qilib mushlardan ayrilanmaydi bizning Gollandiyadagi hayotimiz. Yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin ish qilib mushlardan ayrilanmaydi.
Ama yaxshi, bularning bo'g'in haqiqatan yaxshi biz uchun. Bir musulmon millat. Bu yerdagi bizning musulmondagi hayot yashashimiz uchun jiq foydasi bor bularning har jihatdan. Musulmon jamisi var, bakjiq jamisi var bularning-chi. Gollandiya Rotterdam men turayotgan shaharning o'zida balkim bir 20-30 dak jamisi bormiki. Jami jiq. Ya satrashxonasiga mushlarnikiga boramiz. Degandek ish qilib ba'di keldimiz har zaman turklar bilan bo'lib turdi. Arkadaşlar bugün bir gün şunda kıyan tüküde. Öyle kayıt binip geldim. Saat azı 9:20 buldu. 9:20'de öyle kayıt keptim. 12 saatte öyle kayıt keptim. İşler yaxşı bo'lgan vaqtida azroq bir qancha soat yana yarim kun ishlasam yaxshi pul topib bo'ldi. Ish yaxshi bo'lgan vaqtida uzunroq ishlab turgandim. Xatdan zerikdim bundan yana xatlardan stress qiladi keyin xat. Ya jazo keldi, ya bir to'la deb keldi. Chiqib yaxshi xat kelmaydi uyga. Xat kelmaskan deyman. Xat yo'q bo'lganda turib qarayman. Xat sandig'i. Bugün xat kelgan belediyadan kelibdi bu. Ustiga bulanroq deb yozib qo'yibdi. Muhim xat deb. Çok xeyirli arkadaşlar, Allah'a emanet, hemen aman bulalım. Bu da videoda görüşeceğimiz.